Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, gruppamiz obunachilari, barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda biz o'yinimizga start berdik. O'yinimizning bosh sovrini bu Skoda Octavia avtomobili. Avtomobilimiz haqida ma'lumotlarni yuqorida qo'ygan videolar orqali berib o'tganmiz. Bemalol o'tib tanishib olishinglar mumkin azizlar. Bundan tashqari bizning o'yinda 100 dan ortiq pul yutuqlari, 100 dan ortiq keyingi o'yinga biletlar o'ynaladi azizlar. Hammaga omad tilagan holda men o'yin shartlarini tushuntirib o'taman. O'yin shartlari juda ham oddiy. Biz pastda qo'ygan silka orqali yoki karta raqami orqali pulni o'tkazasiz. Chekini bizga WhatsAppdan yoki Telegramdan yoki imodan yuborasiz. Biz sizga esa bilet raqamini jo'natamiz. Ana shu bilet sizniki bo'ladi. Shu bilet orqali siz o'yinda ishtirok etasiz. O'yinimizda ikkita baraban, bittasida biletlar ro'yxati, ikkinchisida sovrinlar ro'yxati bo'ladi. Biz barabanni aylantirgan holda ichidan bilet raqamini chiqaramiz. Bilet raqamini chiqarib sizga aytamiz. Bilet raqami birinchi raqam va birinchi raqam bilet sohibiga biz sovrinni chiqaramiz. Sovrin mana shunday sharikchalar ichida bo'ladi. Sovrinni chiqarib biz ochib ko'rsatamiz. Sovrin Skoda Octavia avtomobili. Bu shunchaki balkim 10-raqamga, balkim 100-raqamga, balkim 1000, 2000-raqamga chiqar. Bu endi Allohdan, bu omadga bog'liq azizlar. Kimni omadi kelsa o'shanga chiqadi. Bu shunchaki video, tanishtirish uchun olingan video. Azizlar, barchaga omad tilayman. Biletlarimiz juda ham kam. Biletlarimiz o'sha tayyor, kesib egalariga jo'natish qoldi. Biz sizlarga omad tilaymiz. Hammaga yaxshi kayfiyat hech qachon tark etmasligini tilab qolamiz. Sog' bo'linglar.